Men tepadagi eng kattasi bilan gaplashdim aka. Aytdi, "Izolatoma" dedi. Men ya'ni borgim kelyapti. Qo'y deyapti. Bor dedi. Nima deysiz? Qudratimga shubhang yo'qmi dedi. Men aytdim, "Yo'q, shubham" dedim. Maza qilib gaplashdim. O'zi bilan gaplashdim. Priyam. Baholasa so'radim. Nasib qilgan yerigacha dedi. Bilmayman. Mashina turibdi. Remont qilishimiz kerak. Bugun umuman hech qayerga qimirlamoqchi emas edim. Juma ekan, jumaga chiqdik. Ikkita odamlar namoz hech masjid qo'ymaysiz dedi. Men ibodatda odam o'zi uchun qilgani yaxshi deyman-da, sayohat hamma uchun ko'rsatsa bo'ladi. Ibodat o'zim uchun u. Shuning uchun unaqa narsalarni qo'ymadim, lekin qiziq ekan. Ko'p odam shun bilan ham aka sal anaqa bo'ladi. Agar qiziq bo'lsa, masjid shunaqa narsalarni ham qo'yamiz. Biz bugun qadaligini hali ham bilmayman-ku, metallurg degan shu gaznitsada qoldik. Joninglar sog' bo'lsin.